ko'p deb o'ylaysiz yaxshi marketologlar? Uni bilmayman. Menimcha balkim bordir. Hozir men ham endi bozorda yangiman-da. O'shanga bozor hali beri unaqa o'lchab olmayman. O'zbekiston bozorida yangiman. Ha, Norvegiyada unda marketing bilan shug'ullangansiz. Ha. Marketingda. Endi lirik chekinish qilamiz. O'zi boshida berilishi kerak edi. Shu anaqa Yaponiyada o'qigansiz, keyin Norvegiyaga ko'chib borgansiz. Nimaga Norvegiya? Tarixingizni ozgina qilib ketaylik o'rtada. Zo'r. Men biznes administratsiya bo'yicha o'qiganman. Yo'nalishim marketing bo'lgan. Yaponiyada 4 yil bakalavrni o'shanda olganman. Undan keyin Yaponiyada qolmoqchi bo'lganman. Magistratura o'qib. Magistratura o'qishimga sabab prosta karyerada qayerga qarab ketayotganini bilmaganman. Masalan, marketingda ishlayman deganmanda, Yaponiyada tushunarsiz edi. Qaysi sferaga kiray ekan degan holat bo'lgan. To'xta, yana ozgina o'qiy, o'zimni topib olganimgacha deganman. Shunda Yaponiyadan universitetga qidirish boshlaganman. Professorim Norvegiyadagi o'sha men borgan universitetga borib qaytib kelgan. Namda ham bitta universitet bor ekansan, как раз magistratura qidiryotganding. Yaponiya prinsipialniy bo'lmasa qarab ko'r, qiziq degan. Keyin umumiy Skandinaviya bozori qiziq bo'lgan. Shundan keyin 3 ta universitetga topshirganman men. O'sha men Norvegiyada o'qigan magistraturadagi universitet, Kopenhagen biznes shkolasi va Shvetsiya bo'lgan. Ya'ni Daniya, Shvetsiya, Norvegiya 3 ta davlatga topshirganman. Keyin Norvegiyani tanlaganim sababi umumiy hisobdan, work life balance, mamlaqa umumiy hisobdan Norvegiya yutib chiqqan, shu yoqqa ketganman. Ya'ni aynan nima solishtirgansiz? Umumiy davlat ekonomikasini, studentlarga yaratilgan sharoitlar, o'zi bitiruvdan keyin ish topish imkoniyatlari va hokazo. Daniyada shu ozgina xiyarroq studentlarga yaratilgan. Shvetsiya